Hammaga assalomu alaykum. Meni YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bu umrim davomida birinchi ochgan YouTube kanalim hisoblanadi. Biz Samarqanddamiz. Diamond Cup musobaqasida o'zimizning atletlarni qo'llab-quvvatlagan kelganmiz. Xudo xolis videoni ko'rib tursalaring, maksimal jarayonni yoritishga harakat qilamiz. Qani, let's go. Jarayon просто bomba. Hozir atletlar oldiga kirdik. Bu razdevalka xonasi. Buning hammasi podkasovkada tayyor. Rang berilyapti. Bir sula gurildi hammasiga. Bu yerda Elbek aka va Sanjar Baxtiyor. Doim jim yurgan odamdan qo'rqish kerak. Men men ko'rganman rasmlarini Instagramda. Короче, shu bir yutib ketadi, 100 tali. Xudo xolis. Formasi ashim moshning, go'sht zo'r yoqqanlik. Bu yoqda esa o'zimizkilar rasmga tushib, bu yoqda yoqib o'tirishibdi. Bu muhit zo'r. Men bu o'rtog'im asroq. Muhit просто bomba. Bunaqa katta masshtabdagi musobaqaga hali kelmaganman. Juda ham chiroyli musobaqa qilinyapti. Katta masshtabli. Qizlar, bolalar hammasi o'tdi. Siz natural, siz bilan bu yerda bodybuilderlar ko'rasiz, bari farma ishlatadi. Bular ko'rib farma o'rgisi kelib ketmaydi? Yo'q. Bunaqa fikr bo'lib chun kelmagan. Alhamdulillah. Endi qanaqa bo'lsa ham baribir sport, qanaqa bo'lsa ham baribir sport, qanaqa bo'lsa ham baribir og'ir mehnat. Kim nima deyishi o'zi biladi. Farma deyishi mumkin, boshqa narsa deyishi mumkin, lekin mehnatsiz baribir bo'lmaydi. Disiplinasiz, to'g'ri ovqatlanishsiz, trenirovkasiz hech narsa bo'lmaydi. Misol tupoy kachok deydi bir xillar, lekin kachoklar tupoy bo'lmaydi. O'ziga yarasha bilimi bo'lmasa, baribir bu narsani qilib bo'lmaydi. O'zini sohasida baribir ham bilim bo'lishi kerak. Yaqinda musobaqaga borib keldingiz. Unda polni naturallar bo'ldi. Natural bilan buni farqi nimada? 3 ta farqini ayting. Katta farq bo'ladi baribir. Nimada aynan? Formadan musobaqa tuzilishida yoki tashkil qilinishida, misol uchun hozir bu yerda kim kelsa qatnashib ketaveradi. Dokumentini beradi, qatnashadi. U yoqda baribir kontrol bo'ladi, boshqa bo'ladi. Tashkilot plus-minus bir xil, noda sal уровень balandroq, chunki endi уже Yevropa rivojlangan davlat, уровень sal boshqacharoq. Erta ham chlensi bo'lish kerak, to есть a'zo bo'lish kerak federatsiyaga. Kategoriyaning o'zini to'lovi bor, hamma narsa fe'lab почти bir xil. Faqat sal уровень boshqacharoq, tashkillashtirish bo'yicha уровень sal boshqacharoq. Endi priz bo'yicha любительlarda baribir o'zi uchun chiqadi, любительlar. Pro kartasi borlarda endi уже pul berishadi yutuqlariga. Yutuq olganingiz biror narsa berildi, misol uchun? Men любительlarda chiqdim. Любительlarda chiqib o'zimni kategoriyamda birinchi o'rinni olib keldim. Endi keyingi safar уже pro karta uchun chiqsam bo'ladi. Endi pro kartani olsak, xudo xolasa, keyin уже sal teparoq harakat qilamiz inshaalloh. Rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Charchang. Второе место, дорогие друзья, получает номер 51 Филиппин Тимур, Казахстан. И первое место назначается номеру 29 Боймирзаев Бахрамжан, Узбекистан. Birinchi prokat. Johnny Fit. Necha slot qilinadi? Necha slot qilinadi? Ha. Ikkita slot. Bu birinchisi-da? Yo'q, bu ikkinchisi. Ikkinchisimi? Keyinlari chiqiladi. Yas komandasining endokrinologi. Skan aka. Nima bu aka?
Oyoqmi? Oyoq chiqyapti. Forma, esa forma. Yo, junior bir oldi. Orqa tarafdan bu sahna orqa tarafi ham bir tayyorlanishadi, pam bo'lish uchun. Bu yoqda Iso Universe. O'ta mo'sh. Подготовка chiqishdan oldin. Настрой. Sahnaga chiqishdan oldingi stulda pamp qolishyapti. Там muskul. Мощный. Ушла. Спасибо. Трицепс сбоку. İşlerimiz Sancar, işlerimiz. Arabasını pozay. Ketdi. Bo'ladi. Paska, boz. Qorin ushla. Pres. Zo'r. Oyoqni Пресс бедро. Zo'r, oyoq tushir. Ikkinchi klub boshlandi уже. Ushla. Yaxshi. Havo chiqar. Oyoq tushir. Oyoq. Bo'tda. Спасибо. Спортсмен под номером 27 остается для произвольной программы. Второе место присуждается участнику под номером 34 Худжанов Умарджон, Узбекистан. И первое место присуждается участнику под номером 27 Тежбоев Санжар, Узбекистан. Gol. 19-44, 64. Прошу, подойдите к сцене. Хамраев Хуршид, Федоров Андрей, Сабитов Нуманджон к сцене. Не пропустите награждение. Xohlisi bugun musobaqa yakunlandi, tugadi. Bizning komandadan bitta medal bor. Ya'ni Sanjar akam bitta musobaqamizda bitta medal urdi. Xohlisi endi qaytyapmiz ekan. Bugungi Diamond Cup musobaqasi o'z nihoyasiga yetdi. Videoda kamchiliklar bo'lsa, men bor uzr so'rayman. Bu YouTube'dagi meni birinchi videoim. Xudo xolisa maksimalni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Let's go.